Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bugun sizlar bilan tunji qitim bir sinf ana tili o'quvchilarini qo'limizga olgan vaqtimizda yoki tizimlikni qo'limizga olgan vaqtimizda ishni nerdan boshlasak yaxshi bo'ladi degan tema haqida o'rtoqlashmoqchiman. Men tunji qitim ana tili sinf o'quvchilarini qo'limga olgan vaqtimda bir omonatni qo'limga oldim deb o'ylagan. Demak, bir omonatni qo'limizga olgan ekanmiz, uni qaytarishni o'ylashimiz bu tunji qitim qilishga tegishli ish deb o'yladim. Shunlashqa men bu ishni mundaq ikki jadvaldan boshladim. Bu jadvalni sizlarga ekran orqali o'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni bu o'quvchilar yo'qlama jadvali. Ya'ni bolalarning darsga qatnashish ahvoli xotirlanadigan bir jadval. Yana birisi tuzilishi o'xshash, ammo ismi o'quvchilar topshiriq jadvali. Bu jadvalninki bu ya mana maktabning ismi yozildi, bu ya sinfning ismi yozildi, mana bu ya o'qituvchining ismi yozildi. Bu jadval qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qator ishga bo'lingan. Mana bu yerga vaqt, bu yerga bolalarning ismi. Yoki bo'lmasa bu yerga ism, bu yerga vaqt yozilsin bo'ldi. Bu jadvalga biz mayli topshiriq jadval bo'lsin, mayli yo'qlama jadvali bo'lsin, 2 oylik yo'qlamani yoki topshiriqni yoza olamiz. Chunki ana til darsliklarimiz haftada bir qitim. Men mana shu jadvaldan boshladim ishni. Biz bir omonatni oldik, vaqti kelsa qaytaramiz. Bizga o bolalarni topshirgan maktab bo'lsin, bir o'rin bo'lsin yoki ota-onalar bo'lsin, cho'qim bizdan vaqti kelganda bolalarning nima o'rganganligi, qanchalik darsga qatnashganligi, qanchalik topshiriq ishlaganligi haqida savol-so'roqni cho'qim oldik. Bizmi bolalarni o'qitgankanmiz, ularga ozroq ajr qilgankanmiz, ular ilm bergankanmiz, ulardan ozroq natijani olg'imiz keldi. Shunlashqa har ilmning ba'si bor deganlik mana shu. Men ishni mana shu jadvaldan boshladim. Sizlarning bu jadvalga qarab yiqishinglarni, agar sizlarningki ishlaringizga bu jadval mos kelsa, bu jadvalni qo'llanishinglarni yoki bo'lmasa o'zingizlarning ishiga mos keladigan holatda bir jadval tuzib ishinglarni mana shundan boshlashinglarni tavsiya qilaman. Noyat tartibli, noyat ratlik holatda bo'ladi. Bu jadval 6 oyda yoki yilda bir qitim sizlar mas'ul bo'lgan şu bolalarning ota-onalarga yoki bo'lmasa maktabga yo'llanish orqali bolalarningki o'qish ahvolidan ularni xabardor qilishinglarga alayda manfaati bo'ladi. Darsga to'liq qatnashgan, topshiriqlarni to'liq ishlagan bolalar bilan to'liq qatnashmagan, to'liq ishlamagan bolalarningki oxirdagi natijasida qanchalik farq bo'lganligini mana bu jadval orqali bilib olaymiz. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan temam mana shunchalik. Biz ishni dastlab boshlagan vaqtda mana shu ilmning ba'sini o'ylab turib boshlasak xatolashmaymiz deb o'yladim. Keyingi qitimliq videolarimizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Inkas rayoniga qimmatli taklif fikrlaringlarni qoldirib qo'yishni unutib qolmanglar.